Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz va hurmatli yurtdoshlarim, eldoshlarim, meni qadrdon kuzatuvchilarim. Azizlar, hammalaringizga xayrli kun tilab qolamiz. Bugun 2026-yil 8-mart sanasi. Men eng avvalo yakshanba kuni butun elimiz, yurtimiz ayollarini mehri daryo, qalbi qaynoq onaxonlarimizni jannatiy, opa singillarimizni, barchalarini bugungi bayram shodiyonalari bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etmoqchiman. Qadrdonlar, so'zimiz avvalida. Bugun bayramga bayramona tufaq Xudo xohlasa, Alloh nasib ro'za aylasa. Shu bayram munosabati bilan Xudo xohlasa, Akbar Qassob mana shu ekranda ko'rib turgan qaravoyni so'yadi do'stlar, qadrdonlar. Xudo xohlasa azizlar, o'zimizning Messi jaydari buqa yaxshi boqilgan. Azizlar buni Juvovesi 600 kilodan aşık qadrdonlar. Har gal aytamiz. Xudo xohlasa alohida ko'rsatib ham o'taman hali bu haqida. Qadrdonlar, shashlik ijjon variantlar bor. Xudo xohlasa tayyor shay holatda turibdi. Endi bahor, Xudo xohlasa Navro'z olam shodiyonasi yaqinlashayotir. Shu munosabat bilan havo ilishi bilan endi mayib kela boshlanadi ro'zadan keyin. Shashlik ijjon deysizlarmi, stek variant deysizlarmi, suyak отдельный, lahm отдельный, yog' отдельный bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Qadrdonlar, hammalaringizni ilohim alxonangizda mana shuning buqalardan kamida 10, 20, 50 dan boqishlikni Alloh nasib qilay. Chorva ishqibozlari hammalaringizni o'zimga oilama nomini tilasam, hurmatli yurtdoshlarim, obunachilarim, sizlar ham shuni tilab qolaman. Yaxshi niyatlar hamroh bo'lishini tilab qolaman qadrdonlar. Qadrli yurtdoshlar, manzil Yangiariq Qo'riqton madaniyat markazini ro'parasida bo'ladi. Ekranda telefon raqamlar qoldiriladi. Hurmatli obunachilar, boya aytganimizdek, shashlik ijjon hamisha shuni shay holatda bo'ladi qadrdonlar. Chuqo o'tirasizlar, dan to'g'ri o'ta qo'yib yuraverasizlar qadrdonlar. Go'shtni qavani shu ostatga go'sht eng bir chiroyli, yaxshi joylari qolibdi son qismidan. Qadrdonlar, bir like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Yana bir bora jamiyatimizni ko'rki, xonadonimizni fayzi bor bo'lishimizga sababchi bo'lgan onajonlarimiz bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizlar bizning jannatimizsiz.